5-chi qism. Mening kallamdan o'tmaydig'ini, agar bu uyda rostilla odam o'lib ketgan bo'lsa, uning ustiga u qiz yana jin bo'lsa, undaqda u mushu uyda o'lib ketgan odam shumi? Ajiba u Li Xiaomi shumi? Lekin u o'zini izlab nima qiladi? Agar u Li Xiaomi bo'lmasa, bu Li Xiaomi degan zot kim? Oyoq izidagi o'zgarishni o'ylasam, texmi kallamdan o'tmaydi. Agar bu uyda rostilla jin bo'lsa, undaqda bu jin zodi kirdimi yoki chiqib ketdimi? Biz yana davomli kuzatish apparatini tekshirdik. O'ylaganimdek, Ming Yifan ishkimiz tun saylis qildik. Aslida men uxlashdan burun hujurning eshigini qulflab qo'ygan edim. Lekin ekranda tun saylis qilayotgan chaqda avval qulfni ochib, ondan eshikni ochdim. Ming Yifan bilan ishkimiz o'xshash vaqtda soat 2 da hujur uydan chiqdik. Ikkimiz bir-birimizning oldida ko'zimizni yumib, mehmonxonadagi sapoga berib o'ltirdik. Ondan Ming Yifan tizginakni elib televizorini ochdi. Buni ko'rgan Ming Yifan qo'rqib ketganidan yerda o'ltirib qoldi. Qo'rqish degan bu ikki so'z uning hozirgi kayfiyatini ifodalab beramaydigan qiladi. Sheping bilan Li Xingyang kuzatish apparatidagi ikkimizdan texmi qo'rqib ketgandek qiladi. Mehmonxona ishining kayfiyati qo'rqinchga to'ldi. Nihoyat jimjit. Qo'rqinish xuddi bu uyning bo'long puchqoqlarini qoplab ketgandek, til bilan tasvirligisiz g'alati bir xil kayfiyat paydo bo'ldi. Men o'rnimdan turib hujurga kirdim va karvatga o'zimni o'ngdisiga tashlab yotdim. Ming Yifanlarmi agishib kirib mendan so'radi. Agar bu uyda rostilla bir ish yuz bergan bo'lsa, nima uchun saqchilarning ishki arxiviga xotirlanmagan? Men turistga qarab dedim. Uning ustiga saqchilar odam avatib, bu atrofni ziyorat qilgan. Tekshirish natijasi mo chiqmagan. Faqat bir xil tushuntirish bor. Birisi bu yerda o'lgan, lekin hech kim bilmaydi. Mening tahlilimni anglab, Ming Yifanlarning chiroyi texmi oqirib ketdi. Agar bu xil tushuntirish bo'yicha hukm qilsak, bu uyda ilgari bir qotillik dilosi yuz berganligini tushuntirdi. Uning ustiga qotilning bu yerda odam o'ldirganligini hech kim bilmaydi. Setuvag'uchi er-xotin ikkisi doim bir jup ko'zning o'ziga tikilib turganligini, faqat cho'ng hujur uydala mushundaq tuyg'uda bo'lganligini aytishidi. Men vaqa yuz bergan joyni mushu hujurmikin deb gumonlanaman. Birinchi kechidagi oyoq izi hujurga tutashgan. Yana tunugin kechda Li Xiaomini izlab kelgan yiliq qizmi so'l qo'li bilan bu hujurni ko'rsatdi. Har xil g'alati ishlar qo'shilib, men masalani mushu hujurda deb o'ylab qoldim. Ikkinchi xo'jayin, bizni qo'rqitma. Sheping bilan Li Xingyang 2 yosh qo'rqinidan bir-biriga chaplashib oldi. Ularni demayli qo'ying. Kuzatish apparatini ko'rgan chaqda menmo siyvatkili ozli qoldim. Bundaq ishga yo'l qo'sh haqiqatan nasbasqonlik. Ming Yifan kelib yana so'radi. Biroq ikkimiz birining bizga tikilib qarayotganligini sezmadik-ku. Men beshimni langshitdim. Ming Yifan bu yerga faqat bir kech keldi. Men 2 kech turdim. U er-xotin aytgan birining marlayotgandagi tuyg'usini asla his qilamadik. Lekin ular ikkimizning kechirmishini boshdan kechirib boqmagan. Shundoq emasmi? Agar bu bir jup er-xotinmi har kuni tun saylisi qilsa, uning ustiga har kuni kechda u qizning ish chekishini boshdan kechirsa, ular yotoqni qaytarish uchun har nima qilib boqatdi. Men yana Tamning sipalgandagi ovozni angladim. Ming Yifan bu gapni anglagandan keyin hangoyib qoldi. Men yana o'ylaganlarimni ochiq dedim. Agar bu uyda rostilla bir jup ko'z bo'lsa, sizlarcha qayerga yushiringan bo'lar? Ming Yifan va uning hamrohlari gapimni anglagandan keyin atrofni izlab, bu ko'zlarning nega yushiringanligini bilmoqchi bo'ldi. Mening karvati yetishimdagi sababmi u ayol aytgandagi kuzatilgan tuyg'uni his qilib beqish uchun edi. To'g'risimi? Mumkin emas. Karvat beshidagi ishkabmi yoki bu tammi? Bumi mumkin emas. Chunki bu tamning sirti uyning sirti hisoblanadi. Tam ancha qiyin emas. Deriza temi texmi mumkin emas. Karvat udulidagi tamning sirti mehmonxona, televizor temi. Uning qilinligida bir narsani yushirib qo'yg'ili bo'lmaydi. Undaqda faqat kiyim ishkabining temi qoldi. Men nihoyat tezla bir ishning chatoqligini his qilib, darhol Ming Yifanlarga dedim. Sizlar cho'ng hujurning bo'shligining normal emasligini, ko'limining ikkinchi hujur uyi bilan o'xshash cho'nglikda ekanligini bayqadinglarmi?
bizdek bu kasb bilan shug'ullanganlarning qurilish kasbida o'qishi natoyin bo'lsa-mu, lekin uyning qurilmasi va loyihalanishiga nisbatan belgilik tushunchaga ega. Odatda bir ig'iz uyning cho'ng kichik bo'lishidan qat'iy nazar, cho'ng hujur uy ikkinchi hujur uydan cho'ngroq bo'lishi kerak. Bo'lmasa, ikki uyni qandoq ayiramiz? Bu uyning ikkinchi hujursi aslida cho'ng emas. Qoida bo'yicha aytganda, cho'ng hujur uyning ko'lami cho'ngroq bo'lishi kerak edi. Lekin bu uyning ko'lami bak kichikkan. Dunyoda hech qanday bir loyihalig'ichi bundoq loyihani qilmaydi. Bu uyning 100 necha kvadrat keladigan cho'ng qurilma ekanligini demayli qo'yaylik. Bu hujur uyning aslida texmi cho'ng bo'shliqi bor bo'lishi mumkin. Faqat ashu bir qism bo'shliqni boshqalar qasdan yushirib qo'ygan. Ming yifanmo normal emasligini bayqadi. Bu uyning qurilmasi normal emas. Biz birlikda hujurdan chiqib, cho'ng hujur bilan yana bir uyning tutishadigan temini ko'rsatdik. Hujurning yendiki uy bir kitobxona. Bu ikki uyni ayirib turadigan bu tam nihoyat qalin ko'rinadi. Ig'irlik ko'tarish temining qalinligi odatda 160 mm dan 240 mm gacha bo'ladi. Bu tamning qalinligi oz degandimi 1000 mm ga yetadi. Ya'ni 1 metrga yaqinlashadi. Ig'irlik ko'taradigan tamning qalinligi bunda qalin bo'lmasa-mu bo'ladi. Ig'irlik ko'tarmaydigan tamning bunda qalin bo'lishi texmi mumkin emas. Bu tam hujurning oz deganda 3-4 kvadrat metr yerini egallaydi. Qaysi taraqqiyot sodigiri bundaq ahmoqlarcha loyiha qiladi. Uning ustiga bu yotoqning bu temiga dal bir cho'ng kiyim ishkabi qo'yilgan bo'lib, kiyim ishkabi bu tamni to'sib olgan edi. Biz darhol hujurga qaytib, kiyim ishkabining bir necha eshigini ochdik. Qaraganda setvog'ichi er-xotinning yana qaytib kelib turish o'yi yo'q o'xshaydi. Bundaq cho'ng kiyim ishkablarining hammasi maxsus buyurtib yasaldigan bo'lib, ishchilar materiallarini bir-birlab elib chiqib, ondan qurashtirib chiqqan mukammal kiyim ishkablaridir. Uning ustiga kiyim ishkabining orqa taxtasi maxsus ishiladigan yelim bilan tamg'i chaplashib turadigan bo'lg'achqa, bütün kiyim ishkabi nihoyat puxta muqimlashtirilgan. Shunga yo'tkimakchi bo'lsangizmi yo'tkiyamaysiz. Faqat kiyim ishkabini chuvib elib etgandila ondan mumkin bo'ladi. Menimcha bu kiyim ishkabining bahosi qimmat. Butunlay haqiqiy yog'ochdan yasalgan. Uning ustiga taxta bak qilingan. Faqat men buni ancha tushunib ketmayman. Uning qanday yog'ochdan yasalganligini bilmayman. Qo'limni suzib taxtini osti-ustiga urdim. Nihoyat puxta edi. Lekin men qo'limni ishkabning orqa taxtasiga urgan chaqda ixtiyorsiz qapiqim turildi. Ming yifalla mening chiroy ifodamning to'g'ri emasligini ko'rib oldirab so'radi. İkinci xo'jayin, bir masala bormi? Men javob bermay qo'lim bilan orqa taxtini kuchab bosdim. Amaliyotda men hech qancha kuch chiqarmagan edim. Biroq mushundaq kichikini besilishda orqa taxta buzilib o'ltirib ketdi. Buzilgan joydagi yog'ochlarmi chuvilib chiqib qoldi. Voy onamay. İkinci xo'jayin, ishkabni buzib etding-ku. Hey, ziyon ustiga ziyon bo'ldi. Sheping bilan Li Xingyang masalaning ig'irligini texi his qilmadi. Lekin Ming Yifan ikkimizning chiroyi o'zgarib, yana bir qatim sovuq tarlab ketdik. Bu tamdan bir narsa eqib chiqib, kiyim ishkabining orqa taxtasini chirtib etibdi. Qandoq narsa ekanligi kelsak, men bir narsa deyamayman, ham deyishga jur'at qilmayman. Bu ish bak cho'ng bo'lib ketdi. Hatto soqchilarni tushitib qo'yishi mumkin. Ming Yifan ahmoq emas. U darhol yon telefonni chiqarib, setvog'ich taraf bilan aloqalashib, darhol kelishni aytdi. U telefonda ko'p gap qilmadi. Faqat setvog'ich tarafni kelib, yotoqni qaytarish ishini maslahatlashishga buyurdi. Bu setvog'ich uchun xush xabar tursa, hozirla kelaman deydi-da. Taxminan 1 soat saqlagandan keyin setvog'ich keldi. Biroq u yolg'iz kelgan bo'lib, xotini kammigan edi. Uning ayoli kammisi mayli, chunki uning ayoli Hazazul sal turib chuqum urishib qoldi. Bu setvog'ichining familiyasi Xu, 50 yoshga kirgan odam. Biz uni Xu apandi deb ataymiz. Xu apandi yetib kelibla bizning bolqi bilan qurilish kaltikini eliyotganligimizni ko'rib cho'chib ketdi. Xu apandi, men avval sizdan bir savol so'ray. Men uni hujurga boshlab kirib, kiyim ishkavini ko'rsatib turib dedim. Bu kiyim ishkavi sizlar ko'chib kirishdan burunla mushiyada shundaqku. Ayni chaqda men uning bilan xotinini elib uy ko'ygilik kelganda bu kiyim ishkavi mushiyada edi. Lekin bu ish bek muhim bo'lg'achqa men yana bir qatim jazmlashtirib bakmoqchi bo'ldim. Shundaq.
Ayni chaqda siz bizni boshlab kelgan uy mushu. Bu kiyim ishkobi mush yerda emasmi? Ayolim ikkimiz bu kiyim ishkobining yanada yaxshi ekanligini, sufatining har jihatdan yaxshi ekanligini his qildik. Uning ustiga uy bezigandan keyin pul kam bo'lg'achqa uydagi kiyim ishkobini almashtirmay izchil ishiltib kelyapmiz. Ondaqda men hozir bu kiyim ishkobini chekib o'taman. Siz meni to'la demaydigansiz, ha? Xu apandi ko'zlarini chekchaytib so'radi. Chiqib nima qilasiz? Men Ming Yifanning beshini langshitganini ko'rib, gapni ochiq qildim. Bu kiyim ishkobining kaynidagi tomning ichiga bir jasad yoshiringan bo'lishi mumkin. Bu gapni anglab, Xu apandi dong etib qoldi. Men uning to'smaganligini ko'rib, Sheping bilan Li Xingyangga kiyim ishkobining orqa taxtasini chekishni aytdim. Amaliyotda ishkobning orqa taxtasi bak cho'ng kuch sarf qilmaydi. Chunki taxta chirib ketgan. Ozroqli kuchsak o'lib ketadi. Orqa taxta cho'lib, tomning haqiqiy qiyofatini oshkorladi. Uy ichida tuyuqsiz hamma odamning sovuq nafas olgan ovozi anglandi. Yana heliqi Xu apandining qo'rqib varqirgandagi ovozi anglandi. Hammamiz qo'rqib orqamizga chekindik. Qo'limizdagi saymonlarning hammasi yerga tushib ketdi. Kiyim ishkobining kaynidagi tomga aslida oq ranglik sir surkalgan edi. Lekin bu chaqda tomning yuzi ko'pib, xuddi nam tepib qolgandek holatga kelib qopti. Uning ustiga ko'pib chiqqan joyda bir odamning qiyofati ko'rinib turadi. Bu tomning ishiga haqiqatan bir jasad yoshiringan ekan. Biraylan bu uyda odam o'ldirib, ondan qaytadan bir tom qo'pirib sirilib atgan. Ondan ishkob bilan tom oldini to'sib atgan. Lekin oradan ko'p yillar o'tgandan keyin jasad sesib, jasad miyi tom ichidan sirg'ib chiqib, tomda odam shaklini shakllantirgan edi. Ham ishkobning taxtasini chirtib atgan. Amaliyot shuni isbotladiki, setvoqchi er-xotinning ruhiy holatida masala yo'q, balki bu uyda rostilla bir ish yuz bergan ekan. Chinmo. Tez saqchiq ma'lum qilinglar. Ming Yifan sho'lgini yutgandan keyin qo'limga esildi. Men titirgan holda yon telefonimni chiqarib, darhol saqchiga ma'lum qildim.